Keliningizga hech qachon bu gapni aytmang, hurmatli qaynonalar. Ketsang, o'g'limga boshqa qiz xotin olib beraman demang. Kelin ham kimnidir farzandi va eslab ko'ring, qachonlardir siz shu ostonaga qiz qilaman, qizim o'rnida ko'raman deb va'dalar bergansiz. To'y kuni peshonasidan o'pib, ostonamga xush kelibsiz degan gaplarni gapirgansiz. Yoki o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring, qachonlardir siz ham kelin bo'lgansiz va sizga xuddi bir keraksiz buyumdek qarab, o'rninga boshqasini olib kelib beraman degani qanchalik og'riqli. Mana shu og'riqni, yerga urilishni, qadrsizlantirishni kelin ham his qiladi va bu borib sizga bo'lgan nafratga aylanadi. Nafratlangan insonni esa yaxshi ko'rmagan insonni hech qachon inson hurmat qila olmaydi. Va tanganing ikkinchi tarafi, hech qachon insonni qoralash, tanqid qilish, yerga urish, kamsitish bilan tarbiyalay olmaysiz, to'g'ri yo'lga tushira olmaysiz. Qaytanga uni beti qotishiga, eti qotishiga, betga chopar, sizga gap qaytaradigan, asabiy bo'lib qolishiga siz sababchi bo'lasiz. Bekorga aytishmagan, yaxshi gapga ilon inidan chiqadi, yomon gapga musulmon dinidan chiqadi deb.